Assalomu alaykum do'stlar. Biz Level Devil o'yini o'ynaymiz. Bu o'yinni ko'plab youtuberlar, hatto o'zlaringlar o'ynagan bo'lishinglar ham mumkin. Biz boshladik. Biz boshlab oldik. Ketdik. Hozircha to'siqlar yo'q. Shu bildim, lekin shu yerda to'siq borligini oson o'tdim. Bunda 2 marta to'siq ekan, bundan ham easy o'taman. Bunda nima to'siq chiqar ekan? Bu yerga yetkazib yuborar ekan. Ketdik. O'z vaqtida sakrab qoldik. Boshidan ochib ketamiz ekan, bu yerdan sakrash kerak. Kelib qolar ekan, bo'ldi. Tezroq yurish kerak. Ketdik. O'tdik. 3-chi ham oson o'tib oldi. Endi 4-si bu yerda nima bo'ladi? Bundan ham orqadan keladi. Bunda to'xtab qolar ekan, lekin to'xtaymiz. Bu yog'iga sakrab ketaveramiz. 2-chi levelga o'tdik. Bu joyida turish kerak. Ikkinchi joyida turmaydi ekan, eslab qolamiz. Birinchisidan o'tamiz, ikkinchisi joyida turmaydi, ikkinchisidan o'tib ketamiz. Birinchisidan o'tib o'tamiz ekan, ikkinchisidan oldiga yuradi va 3-chi falokat bo'ldi. Ketdik. Yana xuddi shu ishni qilyapman. Yo'q, ketdik. Birinchisi o'zi keladi. 3-sida o'zi nariyoqqa ketadi va easy o'tdik. Biz bu yoqqa sakraymiz. Tushundim, bundan ham bu yoqqa nabarot sakrash kerak. Ko'rmay qolibmiz. Uzr. Kelyapmiz. Ozgina qoldi. Endi bu yoqqa o'tib olib sakraymiz. Yaxshi. 3-chi urinishda o'tdik buni ham. Ketdik. Orqadan keldi. Bu ham easy. Teskari bu. O'ng'i ekan, o'ng'i. Tez kelib qolar ekan, tushundim. Keldi. Sakrab qochsa tezroq qochar ekan. Orqamdan qo'ylamasa bo'ldi. Qo'ylasa ham baribir ham o'tib ketdik. 3-chi levelga yetib keldik. Bunda o'tib ketsak kerak. Yo'q, to'siq bor, qaytadi va bemalol o'tib ketaveramiz. Tez yursa kerak. Orqadan keladi bunda. Orqadan keladi, sakrab o'tib ketaveramiz. Sira sakrab okey, yana qayta ekan. Bundan ham easy o'tdik. Ko'p vaqt o'tgani. Sakraymiz ustiga. Sakrab qolish kerak, yaxshi. Yo'q, quylayapti. To'xtalar ekan. Bundan ham easy o'tib ketdik. 4-si. Bu tangachalarni olish kerak shekilli, olamiz. Oxirdan ikkinchisida tushib ketardi ekan. Omadim kelib qoldi. Tangalarni olib qo'yamiz. Ketdik. Bunda ustidan yuramiz. Ustidan. Oxirdan ikkinchisi tushib ketilar ekan. Bo'ldi, bu ham easy. Do'stlar, shu joyda pauza qilib turib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, biz ungacha o'tib turamiz. Bunda faqat to'g'ri yurish kerak ekan. Yaxshi bu. Lekin yaxshi o'ylangandi. Bitta shansda o'tmayapmiz, hatto ikkinchi shansda o'tyapmiz. Bunda YouTube'da ko'rdim bu joyda, lekin tez o'tib ketish kerak.
yuradi hozir. Ana aytdim. Va, o'ngira bo'lib qoldi. Ketdik. Bittasi o'tkit bo'lishiga bosaman. Yaxshi. 5-level. Bunda yuradiganlar almashib qoladi. Birinchidan o'tdik. Bunda ham almashgan bo'lar ekan. Ketdik. Birinchisi yuradi. Birinchisi yurib o'tamiz. Ikkinchisi oddiy. Va xato ketyapti. Uchinchisi ham oddiy. To'rtinchisi ham oddiy ekan. Ketdik. Bu men tepa qila olaman ekan buni. Yaxshi. Ketdik. Bitta o'tib beraman. Ketdik. Yaxshi, tepa ko'tarib yurish. Keyingi darajaga o'tdik. Bunda nima qilishimiz kerak? Sakrab tur. Bo'ldi. Sakraganda yurish kerak. Eslab qoldik. Bitta o'tib ketsak, like bosasizlar, bitta o'tolmasak obuna bo'lasizlar. Endi va'dalar turib, obuna bosib qo'ying. Birinchisi o'tdik. Ikkinchisidan ham o'tdik. Uchinchisidan ham o'tdik. Bulardan nima qilish kerak? Sakrash kerakmi? Yo'q. Buni bitta har sakraganimizda biri chap, biri o'ng yurib qolarkan yurishlar. Shunga qarab yuraveramiz. Yaxshi, bu oson ekan. 5-si. Prost buni biz olib ketyapti. Yaxshi sakradik. Bundan oson o'tdik. Ikkinchisi yurar ekan. To'xtab qoldi. O'zimiz yurib o'tib ketamiz. Shu joyda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Mehnatimizni qadrlagan holda. Birinchisida xatolik qildik, endi ikkinchi urinish. Bitta bu yoqdan kelar ekan. Yaxshi. Va bosilib ketib qoldi-da. Mana shunisida o'tib beraman. Shunisida o'tdim deyarli. Qoldi. Yaxshi. Bittada emas, endi o'tdim. Yo'qolib qoldi. Bitta paydo bo'lsa kerak. Yana bitta sakraymiz. Yo'qolib qolyapti. Men bu hiylasiga tushunib bo'ldim. Toza chiqsa ekan bo'laveradi. Yana bitta hiylasi. Ketyapmiz, oxiridan bittasi to'xtaymiz. Va sakramadi. Ketyapmiz, oxirida bittasi to'xtaymiz. Yaqinroq kelib sakraymiz. 7-leveli. Bu sakraladi. Tushunib oldik. Sakraladi, bu ham sakraladi, bu ham sakraladi. Bu sakraymizmi, bu sakramiz. Sakramasa ketaveramiz. Ketdik. Bu so'z pastga tushish kerak, shansi yo'q. Pastda paydo bo'lar ekan o'zi ham. Bitta yurdim. Pastga tushsam yo'qolib qolishi mumkin. Mayli, dakansiz sakraymiz, ana yo'q. Endi pastga tushamiz. Yo'q, paydo bo'ldi. Endi tushunib oldik endi. Aniq o'tamiz. Sakrab o'tdik. Lekin oson bo'lmadi. Yurib ketaveryapti-da. Qiyin. Sizlar ham o'ynamoqchi bo'lsanglar, Chorme yoki Google ga Level Devil deb yozsanglar, o'z chiqadi, ekran ustiga bosib o'ynayverasizlar. Bir xilda ketish kerak bunda. Ketdik.
Ha, bo'ldi. O'tdik. Agar turli xil o'yinlarni yaxshi aktiv ko'rsatib bersanglar, boshqa o'yinlarni ham o'ynaymiz. Yana bunda sakraymiz. Yaxshi sakraymiz. Bir bola chiqmasa bo'ldi. Chiqdi. Endi sakramasdan o'tib ketamiz. Hammasi sakraladi. Bitta sakradik. Ikkinchisidan ham, uchinchisidan ham va to'rtinchisi oxirigacha boradi ekan baribir ham. Ketdik. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi va to'rtinchisi va o'tdik. Va bizda nechinchi turam qilsam, buni bossak teleportatsiya bo'lar ekan. O'tga chuqur. Ha, bo'ldi mana. Reaksiya kuchli bolalar. Birinchisiga pastga tushamiz. Ikkinchisi kelyapti. Kelayotganga tushishimiz kerak. Tushdik va bo'ldi. Endi pastga tushishimiz kerak. Bo'ldi. Bittada o'tib ketdik. Hozir bu yoqda yo'l ochildi, o'tamiz. Juda aldashim mumkin, lekin yo'q, bizni aldolmaydi endi. Va bu yoqda paydo bo'lar ekan. Adashib ketdim. Endi o'tishga harakat qilamiz. O'tdik, chekkaga borib taqaladi. Qaytdik, bundan ham o'tdik. O'rtoqlar, like bilan obunani bosib tashlaylar. Ha, bunda yurib turib, sakrab yurib, yana sakrab yurib va yana sakrab yurishimiz kerak. Oxirgisi nima qilishimiz kerak? Bo'lmadi. Yana sakrab yuramiz, yana va yana. Qatib qoldi. Nargisiga sakrasak bo'ldi bolalar, shunisidan ham o'tdik. Keyingisi sakrashimiz kerak. Bu birinchisi pastdan teleport, ikkinchisi tepadan va ozgina qoluvdi. Va buni birinchisi bu yerdan, ikkinchisi bu yerdan. Xato qilyapman. Xato birinchisiga, ikkinchisiga yana qaytardi, uchinchisiga. Yo'q. Ikkalasidan bittasiga sakrashim kerak oxirida. Va adashib ketyapman. Birinchisiga, ikkinchisiga, salgina qoldi, salgina. Ikkinchisiga, davay, to'rtinchisiga. Va, yetaman deb o'yladim. Birinchisiga vashshi qiyinlashib ketdi. Birinchisiga, ikkinchisiga yaxshi. Ozgina qoldi, ozgina. Birinchisiga, bundan ikkinchisiga, ikkinchisidan qaysini sakraymiz? Bo'ldi. Va nihoyat o'tib oldik. Bundan nima qilishimiz kerak ekan? Sig'maymiz-ku. Orqadagini bossak, bo'yimiz uzunlashar ekan, lekin o'ta olmaymiz. Bosib o'tamiz demak. To'g'ri o'yladim. Buni bossak kichkina bo'lamiz. Ketdik. Buni bossak katta bo'lamiz ekan. Ulgurmadim yana. Endi keyingisida aniq yutishga harakat qilamiz. Boshladik. O'tdik, kichkinalashtiramiz. Va o'tamiz. Kattalash sirasi yugurishimiz kerak. Ketdi. Yaxshi. Keyingi bosqichga o'tdik. Bunda katta bo'ladi. O'tishimiz kerak. Katta bo'ladi. Va xato qildim.
Xato. Bosib kattalashganda kichkinalashtirib bosib bu yoqqa yuramiz. Sig'maymiz-ku. Ha, orqaga qaytish kerak ekan yana. Kichkinalashtiramiz, o'tamiz tez. Va kattalashganda kichkinalashtirishimiz kerak. Bosilmay qoldi. Kichkinalashtirdik, o'tamiz. Kichik chiqarmikin? Yo'q, menimcha chiqmasa kerak. Kichkinalashtirib chiqmayapti. Ana bosish kerak ekan. Bosibla yana bu betga o'tib ketamiz. O'xshamayapti. Bu yoqqa o'tdik, kichkinalashtirdik, sakradik. Sakraymiz, ketdik. Sirazi o'tib bu yoqqa o'tish kerak. To'g'ri o'ylagandim. O'tdik. Nima qilamiz? Buni ham kichkinalashtirishni bosamiz. Arroq bo'lib qoldik. Bir xatoliklar bo'lib turadi. Shu joyda ham kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 400 taga oz qoldik. Buni arvoq qildik. Sakradik. Va buni bosib sirasi yugurish kerak. Yugurdik. Va tiqilib qoldi. Boshqatdan yuramiz. Yugurdik. Oxiriga yetganda bo'ldi. O'tdik. Bundan nima qilishimiz kerak? Kirashtirdik. Kelyapti. Sakramay qoldi. Kattalashtirdik. Cho'zilyapti. Kutib qoldik ancha. Ketdik. Sakra. Bo'ldi. O'tdik. Bundan nima qilishimiz kerak? Kichkinaga aylantirib. Yo'q. Noto'g'ri joyga tushib oldik. Menimcha pastga tushish kerak. Men bilmadim. Yo, tez o'tish kerakmi? Yo'q, tez o'tish foydasi yo'q ekan. Anchun pastga tushdik. Ikkita kattalar ketib qoldi. Pastga tushdik. Birinchisi, ikkinchisida shu yoqqa ketib qolyapti, chunki uzunlashyapti. Shuning uchun ketib qoldi. Ochildi. Sakrab o'tdik. Tugatdik, jigarlar. Jigarlar, shu yoqqacha ko'rgan bo'lsangiz, like va podpiska bosib qo'ying. 400 ta obunachi bo'lganda ikkinchi qism chiqadi. Hammaga xayr, omad ham.